Qiyomat kuni odamlar jannatga kirish uchun turishadi va har kim o'z amaliga qarab boshqa darvozadan chaqiriladi. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam shunday deganlar: jannatda 8 ta darvoza bor. Birinchisi Babus Solah. Bu darvozadan namozni muntazam o'qiydigan insonlar kirishadi. Ikkinchisi Babur Royyan. Bu darvoza roza tutganlar uchun. Uchinchisi bu Babus Sadaqa. Doim sadaqa qiladigan, boshqalarga yordam beradigan insonlar kirishadi. To'rtinchisi Babul Jihad. Alloh yo'lida dinini himoya qilgan va kurashgan insonlar uchun. Beshinchisi Babul Haj. Haj qilganlar darvozasi. Oltinchisi Babul Kaziminal G'oyz. Odamlar bilan janjalda g'azabini bosgan, kechirgan insonlar uchun. Yettinchisi Babul Iymon. Iymoni mustahkam, Allohga to'liq ishongan insonlar uchun. Sakkizinchisi Babul Zikr. Doimo tasbih, zikr va duoda bo'lgan insonlar kiradi. Qiyomat kuni sizni qaysi darvozadan chaqirishlarini xohlaysiz? Yo'qotib qo'ymaslik uchun saqlab qo'ying. Qiyomat kuni odamlar jannatga kirish uchun turishadi va har kim o'z amaliga qarab boshqa darvozadan chaqiriladi. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam shunday deganlar: jannatda 8 ta darvoza bor. Birinchisi Babus Solah. Bu darvozadan namozni muntazam o'qiydigan insonlar kirishadi. Ikkinchisi Babur Royyan. Bu darvoza roza tutganlar uchun. Uchinchisi bu Babus Sadaqa. Doim sadaqa qiladigan, boshqalarga yordam beradigan insonlar kirishadi. To'rtinchisi Babul Jihad. Alloh yo'lida dinini himoya qilgan va kurashgan insonlar uchun. Beshinchisi Babul Haj. Haj qilganlar darvozasi. Oltinchisi Babul Kaziminal G'oyz. Odamlar bilan janjalda g'azabini bosgan, kechirgan insonlar uchun. Yettinchisi Babul Iymon. Iymoni mustahkam, Allohga to'liq ishongan insonlar uchun. Sakkizinchisi Babul Zikr. Doimo tasbih, zikr va duoda bo'lgan insonlar kiradi. Qiyomat kuni sizni qaysi darvozadan chaqirishlarini xohlaysiz? Yo'qotib qo'ymaslik uchun saqlab qo'ying.